Assalomu alaykum. Siz Oktobank AI TV'ni tomosha qilmoqdasiz. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida yaratilgan bankning video yangiliklar kanali. Bu yerda biz Oktobankning asosiy voqealari, yutuqlari va mahsulotlari haqida so'zlaymiz. Bugungi e'tibor markazida milliy islohotlar strategiyasi va O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida Oktobankning o'rni. Mamlakat bank sektori katta transformatsiya jarayonidan o'tmoqda va Oktobank uning asosiy ishtirokchilaridan biri hisoblanadi. Bank infratuzilmasini rivojlantirish, moliyani raqamlashtirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalarni faol ravishda amalga oshirmoqda. Uning ustuvor yo'nalishlari orasida zamonaviy xizmatlar ham bor. Tezkor pul o'tkazmalari, kontraktsiz to'lovlar va elektron ekvayring. Bularning barchasi moliyaviy xizmatlarga kirishni yengillashtiradi va ularni aholi hamda biznes uchun yanada yaqin qiladi. Oktobank uchun bu faqat raqamlar yoki texnologiyalar emas, balki mas'uliyat hamdir. Bank ochiqlik, qonuniylik va barqaror taraqqiyot tamoyillariga sodiqligini tasdiqlaydi. Shuning uchun ham Oktobank xususiy kapital o'sishining drayveri va davlat tashabbuslari bilan xususiy biznes o'rtasidagi ishonchli vositachi sifatida o'z pozitsiyasini mustahkamlab bormoqda. Oktobank bu moliyaviy institut milliy islohotlar jarayoniga qanday tabiiy tarzda moslashishi va uning strategik hamkorga aylanishining yaqqol namunasidir. Siz Oktobank AI TV'ni tomosha qildingiz. Mamlakat iqtisodiyotidagi eng muhim voqealar va yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun biz bilan qoling.